Akam to'g'risini ayting, sizga sifat muhimmi yoki pul muhimmi? Lekin bu avtomobilimizga ikkala tomondan hisobga olib qo'yamiz. Spark avtomobilimizni 0 gacha ponni hadoylar bor, chochib, qaytadan yig'ib beramiz. Kuchaytirgan plyus amortizator, shlanka o'tkazganmiz va amortizator chashga bitta pastga tushib, bu avtomobilga nimalar ish qilingan xudo xohlasa o'tamiz. Biz insof bilan ish qilsak, xalqimiz mazza qilib, biz duo qilib yursa, bizga sog'lig'inglarni shunisi keraklar. Pastdan ponni tozalab, akkuratni qilib berganmiz. Bu ishni sevsangiz xuddi shunaqa bo'ladi. Arqa chilovlardan bitta ko'rsangizlarga. Arqa chilovlardan ponni tushirib, chilov vtulkalarni qo'yib, arqadan ozgina ko'tarib berganmiz. Pastda vtulka, nakonechniy, sharnir, stabilizator tagi, sharovoy, konfet rezinkasi, supportlar ovozini yo'qotib, avtomobilimizni ponni kopto qilib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar bo'lsa, kelaversa, ishlarni chiroyli qilib bitib beramiz. Joylar sog' bo'lsin, tabassum ta'kidlasin. Avtoprofezi kanaliga obuna bo'lishingizdan chiqmasin.